الأخرى المراقي يعز علي. Hatta bir kümülünü qutquzğanğa çağlıq əməlini Allah hergiz bunu közləyilmay, bunu kövməski silib, yoki bunu yazmay qalğan iş yo'q. Xotirini jam qilgan inson. Ma yaf'alullohu bi'azabikum in shakartum wa amantum wa kana Allahu shakiran alima. Agar shukr qilsanglar va iymon etsanglar, Alloh sizlarni azoblab nimish qiladi? Sizlarni azoblab nimish qiladi? بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله سبحانه وتعالى حمد سنا وبيغمبرimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e pak durud salamlarımızı yollagandayken qadarli qayrindaşlar, biz bugün yana bundan burunmu devam qilib kelayotgan Asmaullahil Husna, Allah'ın güzel isimleri haqidagi dersimizni devam qilib kagayadan başlab davamlaştırımız. Qadarli qayrindaşlar, aldı bilan güzel Allah'ın salamı bo'lgan, İslamimizning salamı bo'lgan bu mübarek salam bilan hammanglarni dunyoning har qaysi joylaridagi qayrindaşlarimizni Assalamu alaikum ve rahmetullahi ta'ala ve barakatuhu degan bu güzel isim, güzel salam bilan sizlarni salamlayman. Allah'ın salami, rahmeti, bereketi üstünlerge bolsun, sizlerge bolsun. Qadirli qarindaşlar, biz bugün Allah subhanahu ve ta'ala'nın güzel isimlerinden Eş-Şakur ismi hakkında toxtalımız. Eş-Şakur. Allah subhanahu ve ta'ala qadirli qarindaşlar, biz her bir dersimizde Esmaullah derslerimizde söylep kelgandik. Allah meyli birimiz, arqandaq birimiz, meyli biz xalimayli hayatımızda Allah subhanahu ve ta'ala bağlıba. Her bir tınıqımız, her bir iş faaliyetlerimiz, her bir kılıvatkan bütün dünyadaki bütün çoğun küçük işlerimizden hemmesi Allah subhanahu ve ta'ala'nın inayeti, Allah subhanahu ve ta'ala'nın fazli ikrami, o ruhsat vermesi biz hiçbir iş kılamayız. Allah bağ hayatımızda. Ama en güzeli neymi degan vaqtida biz ana shu Rabbimizni hayotimizga o'zimiz xalab, o'zimiz talab qilib, özümüz arzu qilib, özümüz içimizden, yürükümüzden Allah subhanahu ve ta'ala'nı tunuğan şekilde hayatımızga Allah'ını əbkir alışımız, Allah bilen yaşayalışımız, Allah bilen hareket kılalışımız, bu en muhim, mümin için en muhim narsa qadirli qarindaşlar. Allah subhanahu ve ta'ala bizge dersimizni başlaştığım burun qadirli qarindaşlar, bizdek bir topuğa, bizdek bir layga, özünün şu mübarek isimlerini zikir qilish şerifi bergan, zikir qilish imkoniyati bergan Allah subhanahu ve ta'alaga tümen minglab, milyonlab teşekkürümüzni, şükranlarımızı bildirsek az kildi qadirli qarindaşlar. Biz nima edik, biz kim toq? Allah subhanahu ve ta'ala bizning şu acizligiga qaramay özünün şu güzel isimlerini zikir qilish imkoniyati bergan Allah subhanahu ve ta'alaga milyonlab hamdu sanalar bo'lsin. Lekal hamdu ya Rabbi, lekal hamdu hamdan kesiran tayyiban mubarakan fi. Qadirli qarindaşlar, bugün Eş-Şakur isim bilan tanışıp o'tamiz. Qur'oni Karimda Eş-Şakur ismi 4 yerda Qur'oni Karimda Eş-Şakur siyg'asi bilan tilga olindi. Şakir şeklinde hem bir qancha yerda tilga olingan. Sura İbrahim'de Allah subhanahu ve ta'ala shunday deydi-ki: "La in shakartum la azidannakum ve la in kafartum inna azabi lashadid." Ya, agar sizlar shukr qilsanglar, men sizlarga albatta cho'qimki teximi bak ziyoda qilib beraman deydi Allah subhanahu ve ta'ala. Agar inkor qilsanglar-chu, agar tansanglar-chu, inna azabi lashadid, shaksizki mening azabim intayin qattiq deydi. Endi Eş-Şakur ismi biz Esmaullah derslerimizning nurg'un o'tgan sonlardagi derslerimizde Esmaullah derslerimizde qilgan vaqtimizda biz bir nuqtani davomli qarindoshlarimizga aslatib kelyapmiz. Bir insonningki Allah subhanahu ve ta'ala'nın osmon zaminni yaratquchi ekanligiga iymon etib, yaratquchi ekanligiga ishoniblam mushu yerda to'xtab qilishi, mushuning bilan kupoyilnishi, bu nimani bildirdi degan vaqtida u insonning Allah subhanahu ve ta'ala'ni texi tunimag'anligini bildirdi deb o'tdik. Biz bu nuqtani davomli ta'kidlab kelyapmiz. Asmaullah darslarimizda davomli so'zlab kelyapmiz.
Nima uchun bir insonningki Alloh subhanahu va taolaning yaratquchi ekanligini, osmon zaminning yaratquchisi ekanligini tunish bilan kifoyalanishi u insonning teha Allohni tuniganligiga dalolat qilmaydiganligini, Allohni teha haqiqiy tunimaganligini bildirdi dedik. Chunki agar inson bu nuqtada to'xtab qolsa, ya'ni biz koinotda, shu dunyoda hozir yashayapmizki, bugün yeryüzündeki köpünçe insan, yer yüzündeki 80%'in köpürek insanlar belki Allah subhanahu ve Taala'nın bu kainatının yaratquchisi ekanligiga iman etib bunun işinidir. Ama köpünçesinin meselesini bilganda müşahede to'xtab qolgan. Qur'oni Karimda Allah subhanahu ve Taala nurg'un yerda so'zlaydi. "Va la in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah." Agar sen ulardan osmonlarni va zaminni kim yaratdi deb so'rasang, ular albatta Allah yaratdi deb javob beradi deydi. Bu javob berayotganlar mu'min, Allah subhanahu va taolaga rasmiy tunigan mu'min emas edi. Allohning buyruqlariga ijro qilmaydigan kishilar edi bular. Hattoki butqa ibodat qilgan shu Makka mushriklaridan tortib, nima deydi Qur'oni Karimda bularni tilg'ilib sura Zumarda وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَى. Allah'ın bağışkelliğine şimdi qarab bakaylı. Yani Allah'ını koyup başka mebutlarga ibadet kılıp atqanlar, başka mebutlarını özüge evliya kılıp, özüge şu mening şu qutqazg'uchim deb Allah'ını koyup başkalarga ibadet kılıp atqan kişiler nima deydi ular desa, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallohi zulfa. Özlerining yani Allohni tashlab boshqalarga, butlarga, buningga cho'qinayotgan, ibodat qilayotgan kishilarningki shularga ibodat qilishdagi maqsading nima desa, biz mushularga ibodat qilishdagi maqsadimiz, ya'ni Allohni tashlab qo'yib ibodat qilgan narsalar deb boshqa narsalarga. Shuningdagi maqsadimiz nima bo'lsa, yana osmonlarning va zaminning yaratquchisi bo'lgan eliqi yolg'iz yakkigani Alloh subhanahu va taolaga bizni yaqinlashtirishi uchun deydi. Biz bularga bizni shu Allohga yaqinlashtiramiki deb ibodat qilamiz deydi. Javobi bu bo'lgan qadrli qarindoshlar. Demak bu nurg'un bu Alloh subhanahu va taolaning mavjud ekanligini, bor ekanligini iqror qilish din iborat. Mushahada to'xtab qilish degan nima bo'lsa, ya'ni sen dunyodagi nurg'un insonlar sen bilan o'xshash fikrda bu mavzuda. Ya'ni mushu masalada nurg'un insonlar, odatdagi nurg'un zamin yuzidagi ko'plagan kishilar mushu mavzuda sen bilan o'xshash fikrda, o'xshash mavzuda yana. Hech bir darajang ko'tarilmagan bo'ldi agar bu nuqtada to'xtab qolsang, ey mu'min degan narsani tushuntirdi bu yerda. Lekin Alloh subhanahu va taolani o güzel isimleri, Allah'ın şu güzel isimleri taqazza qilgan şekilde, şu isimlerde bildirilgen Allah'ın sübetleri bilen koşup tunuş bizni her bir müminni Allah subhanahu ve taolaga şu kadar bağlaydı ki bizning dünya ve ahiretlik hayatımızga intayin zich münasebetlik bo'lgan mesele. Allah'ın güzel isimleri bilen tunuş, şu bildirilgen Allah özünü qandaq sübetligen bolsa şu şekilde tunuş bizning hayati dünyamız ve ahiretimizge acayip münasebetlik bo'lgan intayin muhim bo'lgan bir mesele. Biz qanchalik Allah subhanahu ve taolani tunuşimiz, Allah'a bo'lgan ma'rifatimiz, bilimimiz, tunuşimiz qanchalik ziyoda bo'lgan seni biz Allah subhanahu ve taolaga bo'lgan muhabbatimiz shuncha ziyoda bo'ldi. Shuncha oshidi ve Allah subhanahu ve taolaning yo'lida bo'lgan istiqomatimiz, uning yo'lida mengishimiz texinbek istiqomatda, texinbek to'g'ri yo'lda, texinbek mustahkamlanib mangadi ve Allah subhanahu ve taolaga yaqinlashtiradigan barliq amallarni texinbek izlab so'rab qiladigan bo'lamiz qadrli qarindoshlar. Chunki biz tunudik, tunugan ekanmiz. Şu tunugan insan qancha odatdagi normalda inson hayotimizda bir shaxsni qancha yaxshi tunisak, qancha uningki yaxshi sifatlarini bilsak, uni shuncha yaxshi ko'rganimizga o'xshash Rabbimiz Allah subhanahu ve taolani o'ziga loyiq ravishda o'ziga loyiq u sifatlangan shu ismlar bilan tunish albatta bizni hayotimizda boshqacha bir insonga aylantirdi qadrli qarindoshlar. Ash-Shakur ismi Sura Fatir'da وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذ۪ي أَزْهَبَ عَنَّا الْحَزَنِ اِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ. Sura Gafir'de şundak tilganende. Ular bu müminler şundak dedi deydi. Şundak deydi deydi. Bizden gam qayg'uni ketkizib etken Allah subhanahu ve taolaga hamdu sanalar bo'lsin. İnne Rabbana lagafurun shakur. Shaksizki, shubhisizki bizning Rabbimiz nihoyatda mag'firat qilguvchi, nihoyatda shakur dedi.
Biz shakurning haqiqiy ma'nosiga kirmadik. Nihoyatda bak rahmat etqushi. Nihoyatda shukronasini bandasining qilgan yaxshiligini, eng bandasining qilgan zarrachilik bo'lsa-mi yaxshiligini shu yaxshilikning muqobilasiga, shu yaxshiligiga Allah o'z rahmatini bildirguchi degan gap. Shakur. Biz ma'nosiga inshaalloh darsimizning davomida texmbak chunqur kiramiz. Yana Allah subhanahu va taala sura Isroda shunday deydi: "Wa man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura." Kimiki oxiratni iroda qilsa, qilgan amallari bilan, qilgan ish harakatlari, so'zlari, har qanday shu hayoti dunyodagi qilgan ishlarida oxiratni iroda qilsa va shu oxiratning sa'yisini qilsa, oxirat uchun harakat qilsa, mu'minlik holatida turib shu amallarni qilsa, fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Ana shularning sa'yisi, ana shularning ish harakati, ana shularning amallari mashkur, Allah tarafidan chuqum ularning amallari rahmat etildi ularning amallariga deydi. Ularning amallariga chuqum Allah javobini qaytarmay qolmaydi degan gap buning ma'nosi qadrli qarindoshlar. Mashkur degan gap bu yerda ism maf'ul, ya'ni rahmat aytiladi, rahmat aytilgan kishiga mashkur deydi. Bir insonga masalan sizga yaxshilik qildi, uning rahmat aytdingiz, siz rahmat aytquchi bo'lasiz, qarshingizdagi siz rahmat aytgan kishi rahmat aytilguchi bo'ladi. Mashkura deydi. U inson, u bandalarga Allah tarafidan chuqum rahmat aytiladi deydi. Shakir kim u? Huvallohu azza va jal. Allah subhanahu va taala Rabbimizdir. Yana Allah subhanahu va taala sura Nisoda shunday deydi-ki: "Va kanallohu shakiran alima." Allah subhanahu va taala shakir, bandasining qilgan amallariga shukronasini, rahmatini bildirguchi alim deydi. Banda sen shuni bilginki, senden har qanday narsa sodir bo'lsin, mayli u zarrachilik ish bo'lsin, sening alim bo'lgan Rabbing, sening alim bo'lgan hammani biladigan Rabbingning ilmidan qochib ketolmaydi. Eng kichik nuqtagacha bilib, uning muqobilasiga shukronasini Allah bildirmay qolmaydi degan gap qadrli qarindoshlar. Bu bizga qanchalik imoniy quvvat bag'ishlaydi. Yuraklarimizni qanchalik xushallantirdi, qanchalik bizni rohatlantiradigan oyatlar bu Rabbimizdan kelgan, o'ylab boqaylik. Demak, mana bu Allah subhanahu va taala masalan shakur Qur'oni Karimda shakir deb tilg'ilib biz abay so'zlab o'tdik. Al-mashkur rahmat aytilguchi bo'lsa banda bizlar bo'lamiz. Allah subhanahu va taala bo'lsa shakirun va shakur, rahmatini bildirguchi, rahmat aytquchi bo'ladi. Xo'sh, ash-shakara degandan keyin lug'atdagi ma'nosi nima? Ash-shakur degan shu mubolag'a shaklda aytilgani, ko'ptirmayni, texmbak kuchlantirib, oshirmas shaklda aytilgan. Nayati, ya'ni mubolag'a shaklda aytildi. Biz Qur'oni Karimdagi boshqa bilgirki darslarimizda Asmaullohil husna bu ism mubolag'a shaklda kelsa, mubolag'alashtirilgan shaklda masalan G'afurga o'xshash, Raufga o'xshash masalan bunday shaklda mubolag'a shaklda Allohning ismlari tilga ilingan vaqtida, ya'ni bu nimani bildirgan vaqtda masalan har bir ism bo'lgan masalan ash-shakurga to'xtalgan vaqtda bu shakur mubolag'a shaklda aytildi. Bu nimani bildirsa Allohning shukr aytishi, Allohning rahmat aytishi yoki son jihatdan yoki bo'lmasa hajm jihatdan deganligini bildirdi deb, ya'ni bildirdi. Bilgan buningda. Masalan G'afurda Allohningki qanchalik masalan yoki son jihat al-G'afur bo'lgan vaqtida yoki son jihatdan Allohning mag'firat qilishining ko'p mag'firat qilganligi yoki hajm jihatdan noyati ko'p, mayli qanchalik cho'ng gunoh qilib o'tgan, osmonlarga, tog'larga yetsin, sen haqiqiy tavba qilgansan, Alloh nisbatan chuqum Alloh uni kechirib o'tadi, mag'firat qilib o'tadi deganini bildirsa, yoki bo'lmasa mayli qanchalik soni, qanchalik million qitim gunoh qilib o'tgan, lekin Alloh G'afur sifatini mag'firat qilishga qodir, mag'firat qila oladi deganini bildirgan bo'lsa, shakur degan gap, ya'ni sen qancha million ish qilib o'tgan, eng zarrachilik bir chumuli qutqizishlik ish bo'lsin, eng kichigidan tortib cho'ng'igacha qanchalik ko'p qilsangmi, adadu shukr Allah subhanahu va taolaning sana shukronasini bildirishi hargiz kechikib qolmaydi. Shu soni bo'yicha qanchalik qilsang shunchalik, son jihati shunchalik ko'p shukronasini bildiradi degan bo'lsa, yana birisi nima bo'lsa, eng kichik amallarga noiti buyuk hajmda, noiti katta hajmda
rahmatini, shukronisini, uning muqobilasiga bizga ajrini beradiganligidan iborat hajm jihatdagi shukrining hajmini bildirdi deb keltirildi. Biz buni texnik aytish uchun qadrli qarindoshlar shunday bir misol keltiraylik. Alloh subhanahu va taolaning bizga bizning qilgan shu yo'qolan amallarimizga qanchalik katta ajrini, qanchalik buyuk shukronni bildiradiganligini biz misol bilan shuni o'ylab boqaylik. Biz dunyoda bir inson bugun taqriban taxminan holatda shu dunyoda 60-70 yillik hayot kechiramiz dunyoda. 60-70 yillik hayotda shu sanoqli yillarda Alloh subhanahu va taolaga Allah bizni shu hidoyatda to'g'ri yo'lda qilgan bo'lsa, shu sanoqli yillarda Allohga ibodat qilamiz. Alloh buning muqobilasiga bizga nimani tayyorladi? Agar dunyodan shu solih amallarimizni ketaligan bo'lsak, Allohga shu sanoqli yillarda Allohga itoat qila olgan bo'lsak, Alloh buning muqobilasiga bizga nimani berdi? O'ylab boqaylik qadrli qarindoshlar. Bizga sanoqli, ya'ni 100 yil yashagan bo'lsak, 100 yillik bir mukofot tayyorlamadi. 60 yil yashagan bo'lsak 60 yillik, 60 yil yashagan inson 60 yil ibodat qilmaydi-ki. Uning aslida ya'ni hayotimizning 5 dan bir qismi 15 yilgacha masalan taqriban mukallaf, shariatga mukallaf bo'lib hayotimiz o'tib ketadi. Uning keyin shariatga mukallaf bo'lib yashagan 30-40 yillik hayotimizda Allohga itoat qila olgan bo'lsak, mushuning muqobilasiga Alloh mangulik hayotni hech tugamaydigan, abadil abad tugamaydigan, inson tasavvur qilolmaydigan darajadagi nozu ne'matlar bilan tayyorlab qo'ygan shu mukofotni tayyorladi. O'ylab boqaylik, bu ikkisini bir selishtirib boqaylik. Qanchalik bizga bizning qilgan shunchalik kichik amallarimizga bizga Alloh tayyorlab qo'ygan mangulik hayotni o'ylab boqaylik. Muqobilasiga Alloh qanchalik bizga shukronisini, rahmatini qandoq bildiribdi o'ylab boqaylik. İnsan tasavvur qilolmaydi qadrli qarindoshlar. Yuraklarimiz parchalanib ketishga tasliq qiladi. Bu Allohninki ulug'ligini, Allohning marhamatining qanchalik kengligini o'ylab boqsak. Qadrli qarindoshlar, bir agarda biz degan masalan og'zimizda bir insonning og'ziga patmaydigan bir son, masalan necha milliard, necha trillion degan bir son bo'lsa-mu, og'zimizga patmaydigan darajada bir son bor deylik bir yerda oldimizda. Bu sonning agarda bunun dal muqobilasiga, dal bunun uduliga cheksizlikdan iborat bir narsani ikkisini o'dirib qo'ysangiz, sonning hukmi yo'qaydi. Bu sonning hech bir kuchi qolmaydi bu yerda. Ya'ni bu son mayli og'zimizga qanchalik patmaydigan darajada cho'ng bo'lsin, necha trillionlab bo'lsin, bu son bilan bu sonning uduliga, ya'ni cheksizlikdan iborat, mangu tugmaydigan mangulik, ya'ni oxiri yo'qdan iborat bir narsani oldiga qo'ysangiz, sonning kuchini yo'qotadi bu. Albatta bu oxiri yo'q cheksizlikdan iborat narsa buni yaplik etadi degan gap yana. O'ylab boqaylik, shu dunyoda men yuqoridan ta'kidlayman, shu bir qancha yillik yashagan hayotimizda shu sanoqli yillarda Allohga itoat qilsak, o'zimizning nafsini, havoyi havasini cheklasak, badallarimizni to'g'rilasak, to'g'ri yo'lga, o'zimizning kirim chiqimlarimizni halol qilsak, Alloh subhanahu va taolani tunasak, ilm so'rovlarda Alloh subhanahu va taolo zikr qilingan shu yerda Allohni zikr qilib, Qur'oni Karimni tilovat qilib, buni tushunib, Allohga da'vat qilib, demak shu mollarimizdan Alloh yo'lida sarf qilib, Alloh yo'lida chiqim qilib, o'zimizning ilmidan, o'zimizning yuz obro'yidan, shu hayotimizda o'zimiz qila oladigan butun ishlarni qildik deylik. Shuni tasavvur qilaylik. Shuni qilib bo'lgandan keyin Alloh subhanahu va taolo mangulik, hech tugamaydigan bir hayotni ato qilgani, mana bu Robbimizning Ash-Shakur ismining ma'nosi bu. Bu shundoq shakurki, ya'ni sen Allah shunchalik hayotimizni shu itoatli o'tkazdik deydi. Buning muqobilasiga bu bizning, ya'ni Allohning mangulik tugamaydigan ato qilgan ne'matining oldida bizning qilgan bu sanoqli yillardagi ibodatlarimiz hech narsa emas bu. Intayin az, hech tilga ilinmaydigan noldan o'tgan narsaga tushib qoldi bu. Hech bir yo'q narsa. Mushuning muqobilasiga hisobsiz ne'matni ato qilganligini o'ylab boqaylik. Buni tasavvur qilib boqaylik. Ya'ni shakurning ma'nosi, birinchi ma'nosi annahu yu'tika ala shay'il qalil ash-shay'al kaseer. O kichikkina bir narsaga, sendan sodir bo'lgan kichikkina tilga ilinmaydigan shu narsaga hisobsiz narsani berguvchi, ato qiluvchi degan ma'nosi bor. Ash-shakurninki. Yana bir misol keltiray qadrli qarindoshlar. Bugun biz bir insonningki tasavvur qila olamdikki, yani bir so'm pul yoki 1 lira pul deyli,
yoki 1 so'm pul. Mush 1 so'm bilan yani İstanbul'daki bir yana emas, yoki Ürümchining hammasini, ya Ürümchining yerimini butun ashu 1 so'm bilan setib olish mumkin degan bir so'zni o'ttirib qo'ysa, bir insonning aqli qabul qila oladi degan. 1 so'm bilan yoki bo'lmasa 50 tiyin bilan, 50 qurush bilan, 50 qurush bilan ya 50 tiyin bilan mush Ürümchining yerimini setib olamiz. Ya Qashqarning yerimini setib olg'ili bo'ldi. Butun shuning yerimini do'konlari, zavodlari, korxonalari hammasini qo'shib shu yerdagi setib olish mumkin desa bir inson degan aql qabul qilolmaydi bu narsani. Ya, aql qabul qilolmaydi qadrli qarindoshlar. Ammo buni boshqa misollar, boshqa shaklda cho'ngaytirishimiz mumkin. Yevropalik davlatlarni misol qilishimiz mumkin. Fransiyaning palani ko'chisini o'sha 1 dollar bilan setib olg'ili bo'ldi. Buldum shunday desa bir insonning aqli qabul qilmaydi buni. Lekin men mushu darsda sizlarga shunday ta'kidlab, Alloh bilan qasam qilib turib deymanki, qadrli qarindoshlar, shunday ta'kidlaymanki, iza qisa bima a'addallohu lahu min na'imin muqim, vallohi innahu aqallu min hazihi nisbah. Agarda qadrli qarindoshlar bizning mushu dunyoda qilgan sanoqliq amallarimiz, sanoqliq itoatlarimiz, sanoqliq yillarda qilgan shu itoatlarimizni Alloh subhanahu va taolaning bizga tayyorlab qo'ygan, haliqi mangulik, hech tugamaydigan, oxiri tugamaydigan, abad davomlashadigan bu ne'matning, bu mangulik ne'matning bilan ikkisi qiyos qilinib qolib qolsa, albatta Alloh bilan qasamki, yuqorida tilg'ilib o'tgan haliqi 1 so'm bilan yoki 50 tiyin bilan İstanbulning yerimini setib olg'imda butun zavod korxonaga mushu nisbatda mutuvan holatga tushib qoldi. Bizning kichikkina qilgan amallarimizning muqobilasiga Allohning bu ne'mati qiyos qilinsa, bu ikkisining o'rnida xuddi biz 10 tiyin bilan yoki 5 tiyin, 1 tiyin bilan butun dunyoni setib olgandimmi, bu nisbatni bersakmi hatta ya'ni bu nisbatni men belgilanmaydigan darajada ashundaq jannatni ashundaq setib olgan, ashundaq darajaga bo'lib qolamiz. Qarang, o'ylab boqaylik, bu ikkisini qiyos qilib boqaylik qadrli qarindoshlar. Bugun masalan dunyoda nurg'un cho'ng shirkatlar bor. Shu shirkatlarningki yillik bo'lgan statistikalar qarasangiz, ba'zi shundoq cho'ng xalqaro shirkatlar borki, bu shirkatning yilda oladigan foydalari hatta dunyodagi nurg'un necha 10 davlatning yillik kirimidan eshib ketadigan shaxsiy shirkatlar bor bugun dunyoda. Bir inson qopib shu shirkatni, ana shundoq buyuk bir shirkatni 1 so'mga yoki 50 tiyinga setib olg'ili bo'ladi, butun shirkatni tigidillam setib olg'ili bo'ldi desa, bir insonningki aqli qabul qilmaydi buni. Ammo lekin biz shuni mushu Alloh subhanahu va taolaning bizga shukronasini qandoq bildirganligini, mushu 4 kunlik dunyoda qilgan kichikkina amallarimizning muqobilasiga bu ikkisini qiyos qilib selishtiradigan bo'lsak, hech bir mubolag'asiz ayta olamizki, Alloh subhanahu va taolo mu'min uchun tayyorlab qo'ygan bu narsa, mangulik bu narsa, agar Alloh dunyoda biz Allohga taqdim qilgan, biz Alloh subhanahu va taolaga itoat qilgan amallarimizning ikkisi buna qiyos qilinib selishtirilsa, yoki ilm berim shaklida biz agar qiyos qiladigan bo'lsak, shu dunyodagi eng cho'ng shirkatni bir tiyinga, bir so'mga yoki 50 tiyinga setib olgandimmi, bakrak azon shaklda setib olgan bo'lamiz. Ya'ni Alloh qanchalik shakurkan, Alloh subhanahu va taolo qanchalik bandasining qilgan amallarga, bandasining qilgan shu kichikkina amaliga uni milliard hassi yo'g'antib, cho'ngaytib raddiya qaytaradiganligidan iborat. Bu Rabbimizningki saxiyligini, bu Rabbimizning shakurligini bu shaklda tushunamiz qadrli qarindoshlar. Shu Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Sahihul Buxoriyda shunday bir hadisni tilga oldi. Bu hadisni Abu Hurayra radhiyallohu anhu so'zlab shunday deydi-ki, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله Peygamber aleyhisselam şundak dedi ki, hadisi kudusini sözlüyordu. Allah şundak dedi. Rabbi Tebarek ve Teala'dan bizge sözlep veriyordu Peygamberimiz. Allah hadisi kudusu şundak dedi ki, قال الله أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر dedi. Men salih bendelerimge dedi. Men salih bendelerimge şundak bir nersini tayyorladım ki dedi.
mening taqvodor, salih, menga bo'ysungan bu bandalarimga shundoq bir narsa tayyorladimki, bu narsani hech bir ko'z ko'rmagan, hech bir quloq anglamagan, hatto hech bir insonning qalbi xiyoliga ham kechmagan narsani tayyorladim deydi. Hatta xiyolingga ham keltirmagan, dunyoda yer yuzida hech bir inson tasavvurmi qilinmaydigan, xiyolig'imi keltirishga petinolmaydigan, xiyolig'imi keltirib bo'lolmaydigan darajada ne'matlarni, nozu ne'matlarni, mukofotlarni tayyorladim deydi Alloh subhanahu va taolo. Buxoriyda tilg'ilingan hadis qudusi. O'ylab boqaylik. Ya Rabbi lakal hamdu ya Rabb. Yuraklarimiz o'ylab boqaylik qadrli qarindoshlar. Bu shakurning ma'nosi o'ylab boqaylik. Shakurni mana shunday misollar bilan tushungan vaqtimizda texinbak, jonliq shaklda texinbak tafsili tushuna olamiz. Endi buni musha hadisdan yo'lga chiqqan holatda biz shunday bir tasavvur qilib boqaylik, bu hadisni bir ichib boqaylik. Har birimizningki bir insonning mushada o'ltag'alla bo'lsin, mayli televizor ekrani oldida bo'lsin, mayli dunyoning har qanday yerdagi qarindoshlarimiz bo'lsin, o'ylab boqaylik. Har birimizningki 10 inson bo'lsa, 10 insonning ko'gini o'xshamaydi. 10 insonninki ichida ba'zilari shu yurtidan chiqib boqmagan. Uning ko'rish doirasi dunyoda bugungi kechgacha ko'rgan, bilganlari, ko'rganlari, ya'ni cheklik bir doirani o'z ichiga oldi. Yana birsi qarasangiz, masalan, Urumchidan boshqa yana Qashqa, masalan, nada yashayotgan bo'lsa, masalan, vatanimizning hamma shaharlariga berib boqqan, nurg'un shaharlarni ko'rgan bir inson bo'ladi. Ko'rgan yeri, ko'rgan joylari ko'p. Yana birsiga qaraysizki, yana uchinchi bir odamga qarasangiz, bu odam hatto o'zining vatanidan xalqib boshqa chet ellarga chiqib nurg'un davlatlarni ko'rgan, nurg'un narsalarni, nurg'un shaharlarni aylangan, ya'ni ko'rish doirasi texinbak yana. Har birimizning farqli bo'ldi, o'xshamaydi hamda. Ama şu farqliq bo'lishiga qaramay, yana har bir insonning dunyoda ko'rganlardan anglag'anlari ko'p bo'ldi. Hech berib baxmagan bo'lgan dunyoda eng chet yuzda yashayotgan bir insonmi, yani hayotida ko'rib baxmagan, dunyoning boshqa bir chetidagi, boshqa bir yoqlaridagi ismi har xil bo'lgan, masalan, nihoyatda cho'ng bir davlatlarniki, shu yerda manda xalq yashaydiganda anglag'anlari ko'p bo'ldi-da, insonning ikki shu ko'zi bilan ko'rganidan anglag'anlari ko'p bo'ldi. Nurg'un narsa anglaymiz endi. Yuqorida hadisda hech bir ko'z ko'rmagan dedim. Hech bir quloq anglamagan dedi. İnsanning anglig'ini ko'rgundan ko'p bo'ldi, shundaqmi? Lekin hadisning oxirida deydi-ki, hadisi qudusinikida ولا خطر على قلب بشر. Endi biz xo'sh xiyol doiraga kiraylik, insonning xiyol doirasiga kiraylik. Tasavvur dunyomizga kiraylik. Bir insonning xiyolining cheki bormi? Har birimiz bilamiz. Bir inson mashada o'ltiriblam hozir cheki yo'q bu xiyolning degan. Madamki bu reallikda bir nimasi, voqealikda, reallikda bo'lmagan ekan, inson xoliqini xiyol qila olamiz biz. Mashada o'ltiriblam hozir o'zimizni bir insonni tasavvur qila olamiz. Mushu insonning puti mushu zaminga dastaklik bo'lgan bo'lsa, ta egizlikka quyoshga taqishadigan bir insonni tasavvur qila olamiz. Hech bir kuch ketmaydi bizga. Şu an shunday ko'zimizga tasavvur qila olamiz. Bir o'zimizda shu an boshqa dunyoning yana bir tarafini tasavvur qila olamiz. Bir aldığımızdaki bir tağını görüp, muş tağınınki aşı quyosh oyga darajada yetadigan egizligi. Shunda egiz bir tağını tasavvur qilalaymiz. Bu tasavvur insonning xiyol kuchi, xiyol doirasining cheki yo'q. Xoliganni tasavvur qilalaymiz. Mushada o'ltirib, nurg'unligan masalan aşı mesela aramızda biz bilan bo'lgan musofasi nech yuz ming nur yili musofasida bo'lgan shundoq osmondagi planetlarni tasavvur qila olamiz. Yulduzlarni tasavvur qila olamiz. Buni xiyol qila olamiz. Mushu darajada o'ylab boqaylik. Hadisdagi yuqoridagi hadisi qudusini deylikki, bir insonningki Alloh subhanahu va taolaning bandasiga, solih bandasiga tayyorlagan bu hadisi qudusida so'zlagan, men shunday narsani tayyorladim deb eng oxirida wala khatara ala qalbi bashar. Ey inson shuni bilginki, hiçbir insanın şu xiyal, şu qalbida ham tasavvur qilinmagan narsalarni. Shundoq o'ylab boqaylik, bir inson jannatni bilgan inson xiyolimiz tasavvur qilaylik. Bu tasavvurimizmi yetmagan darajada buningdan oshirib nozu ne'matni tayyorladi Alloh subhanahu va taolo. Ash-shakur Rabbimiz Alloh subhanahu va taolo mana bu qadrli qarindoshlar. Shakur Rabbimizning ash-shakur isminin ma'nosi bu qadrli qarindoshlar. Hayotimizda shunchalik 60-70 yillik hayotimizda yashab, buning muqobilasiga bu 60-70 yilning ichida shu bak qila olgan bo'lsak, 30-40 yil ibodat qila olamiz. Shu qilgan amallarimizning muqobilasiga Allohning tayyorlagan bu mangulik,
bu inson tasavvur qilolmaydigan darajadagi mukofotini o'ylab boqaylik. Rabbimiz qandoq shukron, qandoq shukronisini bandasiga qandoq bildirdi ekan. Qaysi darajada javob qaytardi ekan buni o'ylab boqaylik. Alloh sura insonda shunday deydi-ki: "Va iza ra'ayta summa ra'ayta na'iman va mulkan kabira." Qachonki sen qaraydigan bo'lsang, u yerda tasvirlab tugatkili bo'lmaydigan, hech sifatlabmi tugatkili bo'lmaydigan ne'matlarni va mulkan kabira va nayt katta mulkni, katta podshohlikni ko'rasan deydi. Alloh subhanahu va taolo jannatda mu'min bandalariga tayyorlagan narsani, tayyorlagan nazu ne'matlarini, tayyorlagan mukofotini mulkan kabira, büyük bir podshohlikni, nihayet katta bir podshohlikni tayyorladim deb Alloh subhanahu va taolo mulkan kabira deb atadi. Mana bu shakurning ma'nolaridan birisi. Ma'na shakur, ya'ni hiçbir bira bilgan son, bira bir narsa bilan inson bilgan tasavvur qiladigan narsa bilan uning miqdorini taxmin qilib bo'lmaydigan darajada Alloh tayyorlagan. Nimaning muqobilasiga? Bizdan nima sodir bo'lib ketdiki, shunchalik Allohning buni tayyorlashiga? Biz nima ish qilib ketdikki, Alloh bunchalik narsani tayyorladi? Bizning shu arzimas kichikkina yo'qolan amallarimizning muqobilasiga Alloh subhanahu va taoloning tayyorligini qarab boqaylik. Mana bu Rabbimizning shakur ma'nolarininki, ma'nolaridan birisi. Ya'ni shakurning yana bir ma'nosi nima deganda, huval ma'nal adadi. Ya, san jihatdagi Allohning san shukronisini bildirishi dedi. Ya'ni la yumkinu an tuqaddima shay'an lillahi azza va jalla illa va yashkuruka alayhi. İnsan sen Allah subhanahu va taologa mayli nimani taqdim qilgan, mayli nimani chiqim qilgan, mayli qandoq amal qilgan, Allah chuqum uning shukronisini bildirmay qolmaydi. Allah hergiz qarz qilib qolmaydi. Chuqum uning muqobilasiga shana shukronisini bildirmay qolmaydi sana deydi. Ma'nosini, shakurning ma'nosini yana birisi bu. Qadrli qarindoshlar, Abu Jahl Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ga payg'ambarlik kelgandan keyin bir kuni payg'ambar alayhissalomning uyiga keldi. Kelib eshikni chekidi. Eshikni Fatimatu Zahra radhiyallohu anha eshikni ochdi. Taqa u vaqtda kichik bir qizdi Fatimatu Zahra. Dadangiz qanday deb so'ragandan keyin dadam uyda yo'q deb javob berdi. Abu Jahl degan bu mal'un yuziga shapaloq bilan birini soldi. Fatimatu Zahra radhiyallohu anhaning yuziga. Hiçbir sebepsiz. Buni Abu Sufyan, o Abu Sufyan mı mushrik o vaqtda iymon etmagan vaqtida Abu Sufyan Abu Jahlninki uyga kelib hiçbir sebepsiz bu kichikkina bir begunoh qizga yuziga shapaloq bilan sog'anligini bilib, mushu qizning hurmati uchun, shu kichik qizning hurmati uchun qisas elish uchun payg'ambar alayhisolamning uyiga berib Fatimatu Zahrani eliblam, ya, quchug'ida ko'targan peti, qo'lda ko'targan peti, Abu Jahlning uyiga berib eshigini chekib Abu Jahl eshikni ochgan vaqtida idribihi kama darabaki. Siz buni sizni qanday urgan bo'lsa bu mal'unni shunday uring deb shu yerda ishiga Abu Jahlning qishiga Fatimatu Zahrani ko'tarib boradi ekan. Ya'ni shu Fatimatu Zahraning hurmati uchun qisas elish uchun Abu Sufyan bu ishni qildi. Payg'ambar alayhissalom buni bilgandan keyin qo'lini osmonga ko'tarib shunday duo qildi-ki: "Va qala Allohumma la tansaha li Abi Sufyan." Mushu qilgan amalini Abu Sufyan uchun unutmag'in deb duo qildi ekan. Ya, o'ylab boqayli. La tansaha lahu, yani unutmag'in buni deb shunday duo qildi ekan. Alloh subhanahu va taolo hech unutmoqlik. Alloh hargiz unutmaydi. İnsanning qilgan har qanday bir yaxshiligini hargiz unutmaydi. Hatto kofirmi yaxshi ish qilsa, mushu dunyoda uning yaxshiligini, shuning yaxshiligiga, shuning qilgan shu yaxshi ishiga bir dunyoda bira ya musibat keltirmay yoki ishlarni oson bir ishni qilib, ashining yani hargiz qarz qilib qolmaydi Alloh subhanahu taolo. Chuqum uningga qaytirib turgan gapda chuqum shukronisini bildirdi Alloh subhanahu taolo. Alloh unutmoqlik. Abu Sufyan 20 yil Rasulullahga qarshi urush ochgan, 20 yil Rasulullahga adovat tutgan bo'lsa-mu, oxirida nihoyatda musulmon bo'ldi. Nihoyatda islom keltirdi, qadrli qarindoshlar. Payg'ambar o islom keltirgandan keyin
Peygamber aleyhisselam onun nihayeti mulayimdi, nihayeti yaxşı göretti, nihayeti silik sipayi muamele kılattı. Hatta şuna dep gidetti ki Yabna ahi ma ahlamaka ve ma aqalaka ve ma avsalaka ve ma arhamak. Ebu Sufyan Peygamber aleyhisselam şuna dep gidetti. Ey qırındışımның oğlu. Nime digen kuyumcan sen. Sen nime digen kuyumcan, nime digen rahimdel, nime digen sil rahim kılıdıgan, tuqalla otur sil rahim kılıdıgan. Nime digen rahimdel, nime digen kuyumcan sen de şuna dep gidetti. Ebu Sufyan. Allah hiç kimnin kılgan yaxşılıqını unutmaydı. Yine bazı kitaplarda Ebu Lehab'ninki şu kısset bazı kitaplarda şuna tilga alındı ki Ebu Lehab Peygamber aleyhisselamның tuğulğanlıq xaberini anlagan vaqtida tuqqan ya bu cemaat jihatdan tuqqanlıq bo'lgan ekan. Mushu Peygamber aleyhisselamның tuğulğan xaberini anlagan vaqtida xo'shal bo'lib ketib bir jariya bir didakni ozod qilib etadigan Ebu Lehab. Faqila shunda deyilganki innahu yukhaffafu anhul azab kulla yawmi isnayn dedi. Bu Ebu Leheb'ke her düşenbe günü azap yenikitildi. Nime üçün? Peygamber aleyhisselamның tuğulğanlığı hoşal bulup şu günü bir cariyani, bir didekni azat kılıp etkenligi üçün deydi. İnsan şunu bilgin ki senin her kanda kılgan yaxşılıqın Allah subhanahu ve ta'ala'nın dergahida hiç öçürülüp ketmeye saklaqlıq buldu. Çuqum onun mukabilesiga bir narsani görürsen. Ya dünyada alasan, ya ahiret alasan. Ya ki dünyada hem, ya ahirette hem. Her işkilisi alasan. Çokum onun mukabilesiga Allah qaytırmay qalmaydı. Hatta bir kümülünü qutquzğanğa çağlıq əməlini Allah hergiz bunu közge ilmay, bunu kövmeski silip, ya ki bunu yazmaya qaldığan iş yok. Hatırını cem qılığın insan. Mana bu şakur Rabbimizden ma'nisidir. Rabbimizden şakur isminin ma'nisidir birisi bu qadirli qardaşlar. Hatır cem bolu insan. Sure Nisa, Allah Sure Nisa'da şundaq deydi ki: "Ma yef'alullahu bi'azabikum in şekertum ve amantum ve kanallahu şakiran alima." Eğer şükür kılsanlar, eğer iman ve iman etsenler, Allah sizlerini azablap nemiş kıldı dedi. Eğer şükür kılsanlar ve iman etsenler, Allah sizlerini azablap nemiş kıldı. Sizlerini azablap nemiş kıldı Allah subhanahu wa ta'ala. Ve kanallahu şakiran alima. Allah şakir, her bir amelinge çokum onun mukabilesiga şükranesini bildirgüçüdür. Alim, alima, her bir amelini bilip durguçudur. Meyli, nimeli kıvatkine insan, bir insana hizmet kıldı değil. Mesela biz bir insana hizmet kıldık, bir insanın hizmetini kılıp koyduk değil. Eğer şu insan, karşımızdaki hizmetimizde kılgan insan, bizning shuningga xizmat qilganligimizni bilmasa, onun rahmet etişi mümkün emas. Yani o rahmet, bir kadın meka sana rahmet demaydi. Çokum senden bir, ya bir iktisadi bolsun, ya ki bir manevi cihetten bolsun, bir onun bir hizmetini sundun. Onun o hizmetini sunganligini qarıştırıp bilsem şu dünyada mı? Bilgendeki anda sana rahmet, oy avar bolla, o bu defense rahmet edildi. Eğer hiç bilmez, bir kadın meka turuplam özü rahmet avarıp ketil demaydi. Hiç qanday bir iş qilmasak, şunda mı? Şakiran alima. Allah bilip durdu insan. Şakir. Şu hemmini bilgeç ki Allah subhanahu ta'ala rahmet etdi. Her bir kılgan amelinge rahmet etdi dedi. Mesela bir keselini yoxulduq deyil, öyge kirip bir narsa hadiya, o bu narsa kötürüp kirgen işitin kirip boğuşa keselinin öydeki mesela balısı aldı hadiyani, dadısı bilmedi onu. Dadısının kaçtı, keselinin kaçtı, olturup biz oltağa vaxtımızda oybek avarıp gittiler, rahmet, bir narsa kötürmek kasıptı demeydi ki o kesel bilmegen deyken. Bilgen bolsa anda deydi o. Şunun oxşaşlı iş. Allah subhanahu ve ta'ala'nın ki ma yef'alullahu bi'azabikum in şekertum ve amantum ve kanallahu şakiran alima. Hatırcan boğun insan. Allah her bir emelini meyli qançılık kiçik bolsun, bir kepinehni qutquzgan çağılık, bir çümülünü qutquzgan çağılık, iş bolsun, bir insanga rahim qılgan bolsa, rahim qılgan, meyli bir insanga rahim qılgan, ya bir qo'qib ketgan bir insonni xotirjamlikka kelishtirgan, ya bir insanga tasalli bergin, yoki bir insonni xotirjam qilgan, yoki bir inson och qolgan bir insonga bir qo'shiqni to'yg'izgan, har bir narsa Alloh dargohida mahfuz. Indallohi subhanahu ve ta'ala. Allah dergahida chuqum mahfuz saqlaqliq san xotirjam bo'lgin. Fa kalimatu shakur, shakurning ma'nosi imma li hajmi shukri
ve imma li adadi şükri. Li adadi merrati şükür. Demek şükürün ma'nosi yoki Allah'ın bizga şükranasini hajm jihatda haddi hisobsiz berdiganligi yuqorida deganimizdek yoki son jihatda mayli qancha million qitim milliard qitim ish qilayotgan shuning muqobilasiga har biriga ayrim holatda Alloh subhanahu va taolo shukronasini bildirmay qolmaydiganligidan iborat bu ma'noni tushunamiz. Ash-shakur mubolag'a shaklda ism fa'ilning mubolag'a shaklda aytilgan ma'nolardan birisi bu. Xo'sh, endi shukr kelimesi bendelerinin hakkında biz bendelerine nispeten kandak ifadelaymiz. Bunun bendeler kandak ifadelaydı bunu. Şükranısını kandak bildirdi. İki yolu var. Biz bendeler Allah'a boğan rahmetimizni, şükranımızını kandak bildirimiz iki yolu var. Birisi şükrun bil lisan ve şükrun bil amel. Til bilen şükranımızını bildiriş, rahmetimizni bildiriş ve amel bilen, ameli hareketimiz bilen rahmetimizni bildirishdan iborat. Qadrli qarindoshlar, bir insonninki agarda rahmat bildirish uchun, rahmatimizni bildirishimiz, shukronni bildirishimiz uchun Allohning ato qilgan ne'matini bilmasdan na tilimiz bilan, na amalimiz bilan shukronimizni, rahmatimizni bildirolmaymiz. Hargiz mumkin emas. Biz rahmat bildirish, shukr qilish uchun Allohning bizga ato qilgan ne'matini, qanchalik ne'matni ato qilayotganligini bilishimiz kerakki, biz buningga qarata bu bilim, bu ma'rifatdan keyin andin biz shukronimizni bildira olamiz. Shuning uchun shukrning asosi al-ma'rifa deydi. Asosi shukri al-ma'rifa. Tunishing kerak oldi bilan deydi. Biz ne'matni tunishimiz kerak oldi bilan deydi. Ve iza anta ta'rifu summa tashkur la tashkuru ma lam ta'rif. Biz hergiz tunumaydigan, bilmeydigan, bilmegenimiz için bilmesek rahmet etemeyiz. Şunun için biz bu Allah'ın ato qilayotgan nimetlerini köplep bilishga ihtiyacımız var qadrli qarindoshlar. Xo'sh, fa shukrul amal, masalan, amaliy jihatdan shukr qilish deyli. İnsan qandoq amaliy jihatdan shukr qiladi? Shukronimizni qandoq bildira olamiz? Misal keltirish to'g'ri kelsa, masalan, bir insan bizga bir xizmat qildi, yo bir ig'ir bir qiyinchiligimiz bor edi, dardimizni ko'tarib, bu qiyinchiligimizni ko'tarib o'tdi, bizni xotirjam qildi. Yo cho'ng bir nihoyat bir katta bir hadiya, bir sovg'a bir narsa qildi yoki biz xizmatkorlashtirib qo'ydi degandek har xil tasavvur qila olamiz. Mushu qimmatli bir narsani taqdim qilgan bir insonga agarda biz mushu hayoti dunyoimizda agar biz uning shu insonningki o'g'lini bir yo'lda ko'rib qolib qolsakmi, şunun oğluğa şuna hürmetlep ya bu mesela dükana kirip bir narsa uşak bir narsalarni ep berip hürmetleymiz hem de şu balık tutkusu koyup mesela ketkizitimiz hem mangozitimiz. Biz emniyeti nemiş kuvvetimiz muş kılgan muş işimiz bilen şu balısığı kılgan şu hürmetimiz balısığı kılgan bu onu bunu ep berişimiz mi emniyette onun dadısının bizgi kılgan ikrami bizgi kılgan bizning qiyinchiligimizni ko'tarib o'tganligidan iborat dadasining bizga qilgan ikromi hurmatini biz uning bolasini hurmatlash, biz uning bolasiga uni buni ep berish bilan dadasiga amaliyotda bu yerda dadasiga shukronimizni, o'zimizning rahmatini dadasiga bildiryapmiz. Bu bola orqali dadasiga o'zimizning rahmatini ifodalayapmiz bu yerda, shundaymi? Demak, bu oddiy bir misol bu masalan. Shuning uchun degan mu'min dunyoda, mu'min banda agarda mushu Allohning bandalariga xizmat qilish bilan Allohga bo'lgan shukronasini, Allohning mahluqotlariga xizmat qilish bilan, mahluqotlarga yaxshilik qilish bilan, bandalariga yaxshilik qilish bilan Alloh taborak va taolo bo'lgan Rabbimizga bo'lgan shukronimizni bular orqali Rabbimizga qilamiz. Aminatda biz bu bandalarga qilayotgan mayli bir insonga rahim qilayli, ularni hurmatlayli, xotirjam qilib qo'yayli, tamoq berayli, sug'urib qo'yayli, kiyim kiygizib qo'yayli. Masalan, dunyoda mush inson til qoldi butun shu mahluqotlarga mayli bir och qolgan bir it, mushuk shuni bir sug'urib qo'yish degandek yoki yo'lda bir kasal bo'lib qolgan bir hayvonni masalan hayvon doktoriga olib borib uni bir davolatib qo'yishdan çağlık yani en küçük yoldan bir taşını elib etip Müslümanlar ziyan etmesin bu deb elib etkenge çağırıp bütün şu kılgan yaxşı ma'ruf işlerimizden hemmesi ameliyatda biz haqiqatni bilmoqchi bo'lsak shukrning dal o'zi shu.
Yani Allah'a bo'lgan shukronimizning dal o'zi haqiqatda shu. Mush qilayotgan hayoti dunyomiz qilayotgan barliq yaxshiliklarimiz amaliyotda Alloh subhanahu va taologa bo'lgan shukronimizni, rahmatimizni ifodalashdan iborat. Ammo biz buni bilib qilaylik, qadrli qarindoshlar. Buni hech bir bilmasdan ya tuyg'usiz holatda, bu hissiyotsiz holatda qilmay bilib turib qilaylik. Bilib turib qilishning farqi osmon zamin farqi va qadrli qarindoshlar. Ya biz shu dunyoda shu qilayotgan barliq shu ishlarimiz orqali biz Alloh subhanahu va taologa bo'lgan shukronimizni, Allohga bo'lgan rahmatimizni shu mahluqotlarga, shu Robbimizning dunyodagi mahluqotlarga, bandalariga qilish bilan qana qilamiz ifodalab, shuni ifodalab beryapmiz Robbimizga amaliyotda. Shuning uchun agar desam shu dunyodagi solih, yaxshi amallarning sirini bilmoqchi bo'lsang, ey inson, ey mu'min, shu dunyodagi butun solih, yaxshi ishlarning sirini bilmoqchi bo'lsang, nima uchun dunyoda mu'min yaxshi qildi acaba? Dunyoda mu'min nima uchun shunday yaxshi amallarni, yaxshi ishlarni qildi? Buning siri nima o'zadi deb buni bilmoqchi bo'lsang, buning tafsiri nima deganda annaha ta'birun an shukril abdi lillahi azza va jalladan boshqa bo'lmaydi. Bu qilayotgan mu'minning qilgan yaxshi ishlari, dunyodagi solih amallarning siri nima deganda, bu faqat va faqat bandaning Alloh subhanahu va taologa shu mahluqotlarga xizmat qilish, Allohning bandalariga xizmat qilish orqali o'zining shukronisini, rahmatini Allohga bildirishidan iborat. Buning ta'biri bu, buning boshqa narsa emas deydi. Buning sirini bilmoqchi bo'lsang. Allohu azza va jalla g'aniyyun anil alamin. Allah subhanahu wa ta'ala butkul olamlardan behojat Allah subhanahu wa ta'ala. Bizning qilgan yaxshi ishlarimiz, bizning qilgan ibodatlarimiz birasiga Allohning ehtiyoji bormi? Asla, kalla. Milyon marra, milyon qitim mumkin emas. Hiç bir ihtiyoji yo'q Allah subhanahu wa ta'ala. Shuning uchun hadisi qudusida, ey bandalarim, agar sizlarning biringlar mushu dunyodagi eng taqvo, dunyodagi eng taqvo insonning qalbiga o'xshash, hammanglar o'xshash eng taqvodir bo'lib ketsanglar, ma zada ala mulki shay'a dedi. Agar mening mulkimga, mening saltantimga, mening podshohligimga, mening nasamga zarrichilik narsani ziyoda qilib qo'ymaydi. Hammanglar taqvodir bo'lib ketsang, agar sizlarning hammanglar dunyodagi eng fojir, eng shaqiy insonning qalbida shundoq fojir, shaqiy bo'lib ketsanglar, eng fir'avin tabiatlik fir'avinlardan bo'lib ketsanglar ham ma naqasa zalika min mulki shay'a. Mening mulkimdan zarrichalik narsani kelmaydi. Hech bir amalimizga ehtiyoji yo'q Allah subhanahu va taolaning. Demak, Allah subhanahu va taolo bizga hammani beradi. Bizga yegizadi, yemaydi. Bizga kiygizadi. Hamma bütün ne'matlarning hammasini bizga ato qiladi. Ularning hech biriga Allah subhanahu va taolaning ehtiyoji yo'q. Shuning uchun bir insonning Allah subhanahu va taolaning bizga ato qilgan bu ne'matiga yo bir hadiya ko'tarib berishimiz mumkin emas. Mustahil yani, mumkin emas. Allah subhanahu va taolaga loyiq bir narsani ko'tarib sana hadiya qilay deb buni qilishimiz mumkin emas. Lekin bizning oldimizda Allohga bo'lgan, Allohning bizga ato qilayotgan bu qadar ne'matlariga qaysi yo'l bilan biz shukrimizni bildiramiz? Bizning oldimizda Allohning bandalari va Allah'ın ziminde yaratgan mahluqatları var. Biz bulağı hizmet qilish, bulağı kuyumchanlik qilish, bulağı mehribonlik qilish, bularning xizmatini qilish bilan niyatimizni to'g'irlash bilan nima bo'lsa, mushularga xizmat qilish orqali Rabbimizning bizga ato qilayotgan ne'matlarimizga shukronimizni, rahmatimizni buning orqali bildiramiz. Oldimizda bu bor. Hatto shundoq nimalarni ko'ramiz. Ba'zi masalanga ko'p uchrab turdi, masalan, shu Istanbuldami, dunyoning nurg'un joylarida. Masalan, kaptalar deydi, masalan, necha yuzlagan kaptalarga. Ya bir mushuk, masalan, mahallamizdagi bir mushukka bir narsani berib, shuning yegan, shu yeyotgan vaqtida yoki bir kaptalarga bir 2 so'm xashlab, uningga bir don elib yoki 1 kilo narsa elib kechib bergan vaqtimizda necha yuzlagan kaptalar yoki qushlar kelib shuni shu cho'qurishib yeb ketgan vaqtida, yani insonning qalbiga ixtiyorsiz shunda xuddi bir
isil bir nazu deyman tamoq yegandek bir xil huzurlanib ketadi haliqi manzaraga qarab. Ya biror mushukni bir talba uyimizni eshib qolgan, u bu ya bir go'shtni tashlab bersakmi, uni shundoq umoq shaklda yeyotgandan ko'ra bir huzurli, insonning qalbiga bir xil huzur, xuddi bir xil sovuq suv qalbimizga urilgandek bir xil hissiyotda bo'lamiz. Bu intayin insondagi bu ajoyib bir xil mehribonlik, bir isil bir oliy bir tuyg'u bu qadrli qarindoshlar. Mushunchilik chog'liq, bir hayvonga ashunchilik bir yaxshilik qilganga chog'liq hamma ish o'ylab baqayli. Mushu ishdan tatib Allah subhanahu va taolaninki dargohida Allah sana shakur ism bilan javob qaytardi dedi. Şu ish bilanmi sen ashuningga shundan mehribonlik qilish bilan bilib, shu qilgan amaling bilanmi sen Allohning sana ato qilayotgan ne'matlarga sen rahmatingni shuningga xizmat qilish, shuningga kuyimchanlik qilish bilanmi sen yetkazgan bo'lsa inson dedi. O'ylab baqayli, Rabbimizga yetishning yo'li nima degan kangri, nima degan cho'ng, nima degan tarmoqlarga bilingan o'ylab baqayli, ha? Bu nima degan isil rahmat Alloh subhanahu va taolaning bizga ato qilgan. Demak, shuni ta'kidlaymizki, agarda shuning uchun biz shu dunyoda faqat masalan yana bu yerda ta'kidlab qo'yilgan narsa, biz davomli Allah subhanahu va taala bu yaxshi amallarimizni, yaxshi mehribonligimizni butun insoniyatga umumiy shaklda, hamma Allohning mahluqotlariga umumiy shaklda qilishimiz kerak. Hargiz taassuflik qilib, ya bir insonga yaxshilik qilsak, o'zimizning jamoatidan, o'zimizningki bizni yaxshi ko'radigan, bizningki bizni hadab anglaydiganlar doiraga yoki bunday shaklda kirib olmasdan, nazarimizni kengri holatda, hamma jihatni quchoqlagan shaklda rahmat nazari bilan qarashimiz, rahmat nazari bilan xizmat qilishimiz Allah subhanahu va taolaning dargohida texinbek darajamizning ko'tarilganligiga vasila bo'ldi bu qadrli qarindoshlar. Agar faqatla o'zimiz tunuydigan, biladigan, o'zimizning gapini deydigan, o'zimiz yaxshi ko'radiganlar insonlarga xizmat qilish, bu doir cheklanib qilish, o'zimizning jamoatdan bo'lmagan insonlarni yaxshi yomon ko'rish, bu shakldagi mutaassiblik qilish hargiz islomning doirasidagi bir narsa emas. Bu dal jahiliyatning qilmishlaridan biri bo'lib hisoblanadiganligi nihoyat ko'p o'rinlarda tilga olingan qadrli qarindoshlar. Bu kategoriyaga ayirmasdan yaxshilikni Rabbimiz uchun qilgan ekanmiz, biz qiladi ekanmiz. Alloh subhanahu va taolo chuqum uning natijasini yaxshi chiqarib berishga albatta qodirdir qadrli qarindoshlar. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo Wallahi allazi la ilaha illa huwa ma min makhluqin tarhamuhu illa shakarallahu lak. Har qandaq bir maxluqqa rahim qilmag'in sen dedi. Qandaq bir maxluqqa rahim sen rahimli qiladi ekansan. Mayli nimaga rahim qilsan qilginki, Alloh chuqum sana uning shukronisini, rahmatini bildirmay qolmaydi. O'ylab baqayli. Bir fahishi ayol, bir zinaxo'r ayol hadisni keltirishlik. Buxoriyda keltirilgan hadis. Bir ishninki usab shundaq ochliqdan to'piyotgan bir ishni ko'rib, shuni sug'urib qo'yganligi uchun fashakarallohu laha va ghafara laha wal hadisus sharif yaqul. Alloh uningga rahmat etib, shuning muqobilsiz shuni mag'firat qilib aytganki, o'ylab baqayli. Hadisda Buxoriyda kelgan hadisda Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilgan. Bir hadisda bir fojiani gap qilgan bo'lsa, yana bir hadisda bayna rajulun yamshi fashtadda alayhi al-atash fanazala bi'ran fashariba minha thumma kharaja fa idha huwa bikalbin yalhasu ya'kulu thara min al-atash. Bir odam shundoq issiqda ketib etib, nihoyat ustab ketib, bir quduqqa tushib, suvni ichib, quduqdan chiqqandan keyin qarisi bir it shunda ustab ketib, ashu ussuzlikdan shu to'pini yavatqanligini ko'rib dediki, faqala laqad balagha hada mislu allazi balagha bi famala'a khuffahu thumma amsakahu bi fihi thumma raqiya fasaqa al-kalb fashakarallohu lahu faghafara lahu. Bu inson shu ishni ko'rib, ya men ustab ketgandek ustab ketdim, deb quduqqa qaytadan tushib, o'tikiga suvni to'ldirib chiqib, ya shu ishni sug'urib qo'ygandan keyin sug'urib qo'ydi. Sug'urib qo'ygandan keyin Alloh subhanahu va taolo buningga fashakarallohu lahu dedi. Alloh buningga rahmat etdi dedi. Allah shu insonning shu qilgan shu kichikgina shu bir ishni sug'urib qo'ygan shu amaliga Alloh rahmat etdi va mag'firat qilib etdi dedi. Sahobalar buni anglab, ya Rasululloh, va inna lana fil bahaimi ajra? Qala fi kulli kabidin ratbatin ajrun. Ey Rasululloh, bizga hayvonlardimi bizga ajr bo'lamdi? Biz hayvonlarga qilgan yaxshiligimizdan bizga ajr bormi ya Rasululloh degandan keyin,
her bir hül jigar egisi, her bir hül jigar, her bir mahluq qilgan yaxshiligingda ajr bor deb javob berdi qadrli qarindoshlar. O'ylab boqaylik. Demak, qadrli qarindoshlar, bugun biz hayotimizda masalan nurg'ulon ko'ramiz, masalan shu jiq manzara, shu bozorlarda ko'p uchirtiman, masalan shu tirik, masalan balki vatanimizda beliq setib olganda bo'lsin yoki tuğa o'ltirayotgan yerlarda, masalan bu setayotgan yerlarda o'zimiz shu bo'g'izlatib olgan bo'lsak, shu manzillarni ko'ramiz. Bu nihoyatda diqqat qilishga tegishli bo'lgan narsa. Buni bir diqqat bir eslatib o'taylik. Nurg'ullarimiz tirik beliqni elib shu yerda shu tozalatib berdigan vaqtida uni jeni chiqmas turib, yo o'lik beliqni olaylik qadrli qilinish. Yoki biz tirikni olgan bo'lsak, uni o'zimiz ta jeni chiqib bo'lgan tirik pati akitib, uyimizga olib borib jeni chiqib bo'lgandan keyin tamamen canını Allah'a teslim qilib bo'lgandan keyin ondan uni tozalab, unikidan pishiradigan qanday ish bo'lsa shuni qilishimiz kerak. Shu manzillarni ko'p uchirtimiz. Bu haqiqatan Allohning mahluqotini azoblash bu. Ha? Allah chuqum hisobini har bir mahluqidan olmay qolmaydi qadrli qarindoshlar. Kimga nima ish qilgan bo'lsang, ha? Qilginki, qandoq bir mahluq, hech bir egisi yo'q mahluq qilib oldim deb qolmaganki hisobini oladi. U yoqdan bo'g'izlab bo'g'uchi to'g'ilmasan, shunda qaynayotgan qaynoq suvning tukuni yo'qlaymiz, shu ama etayotgan. Yoki beliqni suvdan eplam taroziga tortib bo'lgandan keyin epla varas qonni yeriblam uchoylarni ich bag'rini tozalablam nimasini tozalayotgan. Bu zulm, bu ig'ir azob mahluqotini Allohning mahluqotini azoblashdan iborat qadrli qarindoshlar. Buningga noyatida bu ig'ir darajada bir xatolik chuqum Alloh buning hisob oldi, bundan ogoh bo'lishimiz kerak. Chuqum mahluqot bizga Alloh halol qilgan bu jonliqlarning jini chiqib bo'lgandan keyin Qur'oni Karimda oyat va qadr. Chuqum jini chiqib bo'lgandan keyin ondan uni yeyish uchun harakat qilishimiz kerak. U jon chiqmasdan burun biz hargiz nejis kofirlarning ishini qilmasligimiz kerak. Bu boshqa kofirlarning, bu ana shu insonlikdan chiqib ketgan, hech bir insoniy bir tuyg'u bo'lmagan kofirlarning qiliqi bu qadrli qarindoshlar. Bu tuyg'ularni, bu narsa hargiz bizning lug'atimizda, bizning nimamizda bo'lmasligi kerak. Qur'oni Karimda Alloh sura Hajda وَلْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا. Bu yerga shohid, yani bu yerda Alloh subhanahu va taolo Kabe'ga elib berilgan to'ga haqida, bu yerda qurbonlikqa elib berilgan shu haqda bahs qilayotgan bu oyat tilga elib, bu yerda shuni agar sizlar shuni bo'g'izlash uchun qator tizib, shuni qurbonlik bo'g'izlash uchun tizilgan odatni tilga oldi bu yerda. Hammasini qator qilib turg'izib qilgan vaqtinglarda uni fazkuru ismallahi alayha, Allohning ismini tilga elib turib bismillah deb bo'g'izlanglar dedi. Anda keyin deydi fa ida wajabat junubuha, o janni taslim qilib jeni chiqib bo'lganda fakulu minha dedi. Ya'ni uni bo'g'izlab poplam darhol uni qiling demadi. Shu olimlar bu yerda mushahadni istinbot qilib turib, Alloh halol qilgan barliq biz yeydigan mahluqotlar, jonliqlarni chuqum jon chiqib bo'lgandan keyin ondan biz yeyishga harakat qilishimiz kerak dedi. U yoqdan eplam jon chiqib bo'lmasdan guldiritib qilishga bo'lmaydi, bu qat'iy xato ish bu. Jon chiqib bo'lgandan keyin ondan harakat qilishimiz kerak uni yeyish uchun. Nima uchun? Shuning uchun qadrli qarindoshlar, din nima uchun zarur degan vaqtimizda bu din shundoq bir ulug' narsaki, shu mahluqchalik, shu mahluqqa tatib ko'ngil bo'ldi. Ya'ni din insonning mush hayotidagi butun ishlarini eng rahimdillik bilan, eng qonunliq, eng to'g'ri yo'lga soladigan birdan bir qonun, birdan bir yo'l ko'rsatgich bir belgidan iborat bir narsa. O'ylab boqaylik. Shu bizga Alloh halol qilib bergan shu mahluq bizga o'zining jismini taqdim qildi. Bizga o'zining shu lazzatli go'shini taqdim qilsa, bu ma'rifat, bu yaxshilikning ustiga biz uni jeni chiqib bo'lmasdan turib guldiritib qaynoq suvga solsak yoki ich bag'rini tozalasak, o'ylab boqaylik. Bu qaysi mehribonlik, bu qaysi insoniylik yetadi? Bizga o'zining jismini, badanini taqdim qilgan bir Alloh halol qilib bergan mahluqqa o'ylab boqaylik. Alloh buyukdir va shadidul iqob. Alloh nihoyat qattiq azob qiluvchidir. Chuqum uning hisobini olmay qolmaydi qadrli qarindoshlar. Shuning uchun bu ishlarga nihoyat diqqat qilishimiz kerak. Hatto ba'zi shu olimlar shuni tilga oldi. Sen dunyoda masalan degan mashina haydayotgan masalan shoferlarga shu ogohlantirish bizga o'z vaqtlarida masalan o'qiyotgan vaqtlarimizda shunda ogohlantirish beradi. Ko'chalarda masalan qarasangiz, yo bir
qo'yni yoki qalini so'qib etib yo'lda uylab qolgan narsa ko'rmaysiz. Chunki uni so'qib etsan, sho'pirlar uni oson so'qmaydi ekanda hamda. Uni so'qib etsa, egisi uning beshiga bir muncha balani atib, bir muncha pul to'lagan ekan. Ammo u bechora ko'chada yurgan ishlar, mushuklar, u egisi bo'lmagan ekan bu narsaniki. Qarasangiz necha yil dashna mashinada besilib ketgan narsalar. Bu sho'pirlarni qattiq ogohlantirishning ba'zi darslarda shunda deydi. Yo, sen Allohdan qo'rqqin. Uning bilgan dunyoda insondan iborat bir inson egisi bilgan qo'yqalig'i egi chiqqanda egi so'nmagan bilan uning egisi Allohdan iborat bir Robbi bor, chuqur hisob oladi uni. Sen diqqat qilishing kerak bu maxluqlarga shuna dars so'zlaganlarni anglagan to'q. Buningga ogoh bo'lishing kerak. Sen uning egisi yo'q deb guldirilsam, haydab miniverib uni besib etib bunda qilsang, sen uni xatolikdan, ehtiyotlikdan, xatolikdan qilib qolsang-ku, darhol mu'min shuning uchun bu yerda darhol xatolikdan qolib bir tavba qilib Allohga istig'for aytib, biroz sadiq qilib o'tadi, yo Robbim meni kechirgin deb. Ammo bu shaklda guldiribsan, egisi yo'q deb besib dastlab mejib minib bu shaklda qilishing uni Alloh hisobini olmay qolmaydi deb shuna dars so'zlaganligini anglagan qadrli qanashamiz. Shuning uchun shu hayvonlarga shunday muomala qilish. Muslimda kelgan hadis, sahih Muslimda kelgan hadisda shu hayvonlarga shu bo'g'izlash bizga shu halol qilib bergan shu maxluqlarni, shu hayvonlarni qanday bo'g'izlashimizni tatib o'rgatgan Robbimiz. Payg'ambar alayhissalom shunday so'zlaydi-ki, "Innalloha kataba alal ihsani ala kulli shay'in" dedi. Alloh subhanahu va taolo har ishda yaxshilik qilishni, har ishni eng go'zal shaklda qilishni bizga buyurdi dedi. Farz qildi buni deydi Alloh subhanahu va taolo. Fa idza qataltum fa ahsinul qitla va idza zabahtum fa ahsinuz zibha wal yuhidda ahadukum shafrata wal yurih zabihata. Agar sizlarning biringlar o'ltirsa, go'zal shaklda o'ltirsin. Qiynamasin buni, azoblamasin buni. Bo'g'izlisi go'zal shaklda bo'g'izlasin. Sizlarning biringlar nima ish qilsin? O'zining pichiqini nihoyat ishtiq qilsin. Ishtiq qilsin. Ve özünün bu boğuzluğun hayvan bu maxluqninki bu maxluqni qanday qilsin rahatlantirsin dedi. Şu pichoqning nihoyat ishtik dahshat tez suratda ishtik bo'lishi bu hayvonni shu bilgan nima deganki fan texnikadan bu nima uchun bu deb deyildi degan vaqtida chunki ayında tez suratda bo'g'izlangan vaqtida hayvon hargiz azoblanmaydi dedi. Nihoyat rahat jinni beradi dedi. Shundaq rahat yana. Uni ashu to'lg'ab, har xil qiynab uni janna chiqarish bu bir zulm dedi. Shuning uchun bo'g'izlashning nurg'un qoidalar va bu mavzuimiz bu bo'lmagandan keyin biz ichkirlab texnik kirmaymiz. Shu bo'g'izlashdimi boshqa uningki qirindosh hayvonlar qartib turib bo'g'izlamaslik kerak, boshqalarni texnik uni jeni chiqib bo'lishdan burun qurbonlik mazgillarida nihoyat ko'p uchraydi. Qarasangiz buni diqqat qilgan ishlar hargiz boshqa qirindoshlarningki oldida shu hayvonlar mayli qo'y bo'lsin, kala bo'lsin, bu qirindoshlarga qartib turib, shuning oldida guldirlab daryodagi qonni eqitib buni bo'g'izlash, hatto bu ko'zni etib boshqa tarafga, boshqa hayvonni boshqa tarafga qartib turib, uning atrofida hayvonlar bo'lsa, bu shaklda bo'g'ish mumkin. Uni jeni chiqib bo'g'ish, uning yuragini, uning navbatga bo'g'ishi boshqa qirindoshlarning yuragini ming parcha qilib uni qo'rqitishning hech bir o'rni yo'q qadar. Biz qalbimizda qanchalik rahimdil bo'ldik ekanmiz, u Allah şu kadar bizga ne'matni bergan ekanki, biz bu ne'matga bir hurmat bilan, bir go'zallik bilan muomala qilaylik qadrli qarindoshlar. Shuning uchun qadrli qarindoshlar, inson Alloh subhanahu va taoloni bilsa, o'ylab boqaylik. Robbimizni shu ismlar bilan bilishimiz bizga nimalarni olib keldi o'ylab boqaylik. Bugun bir Robbimizning Shakur ismi to'xtalyapmiz, bir ismida. Demak, biz Robbimizni bilsak, Allohimizni bilsak, biz insonga qanday muomala qilish emas, shu Allohning yaratgan maxluqotlarga qanday muomala qilishni bilalaymiz. Ularga qanday muomala qilishimiz kerakligidan tortib, Robbimizni bilganda bilalaymiz qadrli qarindoshlar. Mana bu Alloh subhanahu va taolaning ismlarini bilishdiki, manfaatning birisi bu. Va kana fadlullohi alayka azima. Qancha o'qsam to'ymaydigan oyatlarning biri. Allah'ның fazli ikrami, sana bo'lgan Allah'ның fazli ikrami nihoyatimi buyuk deydi. Bizga Alloh qanchalik fazli ikrom ato qildi o'ylab boqaylik. Qanchalik katta fazli ikromni bizga ato qildi o'ylab boqaylik qadrli qarindoshlar. Nima degan cho'ng katta ajr, nima degan katta ikrom bizga ato qilgan fazlisi. Biz bugun masalan 30-40 yoshga kirgan bo'lsak, bugun oilimiz mayli 20 yoshga kirganda 20 yil burun,
30 yaş kirganimiz 30 yıl, 40 yaş kirganimiz 40 yıl burun. Biz dünyada bağımıdık, biz tilganımız. Bir mesela olturup bizim kütüphanemizden bir kitapını elip, 50. yılı, 40. yılı beslagan kitapını da içip olturup bayraklap atqanmazda. Şu kitaplar yazılgan, şu kitaplarning harflari tizilib atqan, şu kitaplarning harflari yazılgan vaqtda biz dünyada bağımıdık. Bizning bir ismimiz bağımıdı. Biz bir tilga ilindigan bir narsamiz yo'q. Yo'q, hech bir narsa emasdik biz. Hech qandaq tilga aloqchiligimiz yo'qdi. Shuning uchun Alloh hal ata alal insani hinun min ad-dahri lam yakun shay'an mazkura. İnsonga shundaq bir zaman, shundaq bir davr kelmadimi? U hech bir tilga ilindigan narsa emas edi dedi. Biz yo'qdik. Alloh subhanahu va taolo bizga fazli ikrom bilan bizga ne'mat, bizga ni'matul vujud, bizga mushu dunyoda bor bo'lish, bizni dunyoga olib kelish ne'matini ato qildi eng burun. Uning keyinda bizga eng go'zal shaklda surat ato qildi. Va sawwarakum fa ahsana suwarakum va razaqakum min at-tayyibat. Sizlarni shundoq go'zal bir shakl suratga kirgizdi dedi. Sizlarga pok narsalarni rizq qilib berdi. Zalikumullohu robbukum fatabarakallohu robbul alamin. Ana shundoq Rabbimiz. Alam naj'al lahu aynayn va lisanan va shafatayn va hadaynahu an-najdayn. Biz onunga ikki ko'z ato qilmadikmi? Til ato qilmadikmi? Ikki qalpoq ato qilmadikmi? Va ikki yo'lni ko'rsatmadikmi? To'g'ri bu, xato bu deb. Allohning bizga ato qilgan fazli ikromi, fazli ikromi qadrli qarindoshlar. Nima degan cho'ng, nima degan katta o'ylab boqaylik. Shuning uchun payg'ambar alayhissalom har qitim bu Allah'ın ato qilgan biz fadli ikromiga har bir hayotimizga, har bir ishlarimizda Allohga shukronamizni bildirishimiz kerak. Rasululloh har qitim aynakka qaragan vaqtida İbn Mas'ud radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda bu deytiki, Allohumma ahsanta xalqi fa ahsin xuluqi. Yana bir rivoyatda Allohumma kama ahsanta xalqi fa ahsin xuluqi. Ey Alloh, sen mening xuddi mening mushu shaklim, yaratilishimni go'zal mushundaq qilganingdek, mening axloqimni ham go'zal qil deb shunda duo qiladi. O'ylab boqaylik. Bizga qanchalik o'rgatgan, bu din bizga qanchalik, bizning hayotimizda qanchalik osonlashtirdi, qanchalik ritmga soldi, o'ylab boqaylik. Demak, mana shundaq Alloh subhanahu va taolaning hisobsiz, son-sanoqsiz ne'matlarining ichida yashab kelyapmiz. Shuning uchun degan shuni deymizki, bir insonning baxt saodatni tetishi, baxt saodatning ta'min tetiy olishi mumkin emas. Qaysi vaqtda mumkin? Illa iza xadamtan nas. İnsanlarga Allah'ın mahluqatlarına hizmet kılsan, ondan sen baxt saodatning ta'min tetiy olaysan dedi. Bir alim shundoq degan ekan, bir alim bir tahajjud o'qib, tahajjudida shundoq duo qilib atgan bir insonning duosini anglab shundoq degan ekan. Bu inson nima duo qilib degan tahajjudda, ya Rabbi la yahlul layl illa bit tahajjudi laka va la yahlun nahar illa bi xidmati ibadik. Ey Allah, ey Rabbim, kecha sana tahajjud qilish bilan go'zalligini topadi. Kecha sana tahajjud qilish bilan go'zalligini topadi. Kunduz bo'lsa sening bandalaringga xizmat qilish bilan o'zining go'zalligini topadi. Deb shunday duo qilgan ekan, olim bu insonning so'zini anglab, hada in kana sodiqan fi ma yaqul va fi'lan tabbaqa ma yaqul hani'an lahu va hakaza kun degan ekan. Bu agarda mushu degan so'zi rostchil bo'lsa va mushu degan so'zni amaliyotda tatbiqlagan bo'lsa, uningga xush muborak bo'lsin. Mushundaq bo'linglar degan ekan. O'ylab boqaylik. Shuning uchun musulmon degan dunyo hayotimizda degan bo'libmi shahar hayotida yashayotgan qarindoshlarimizda mendan boshlab ajoyib yo'qolib ketayotgan nurg'un mu'minninki qarindoshi qilishiga bo'lgan nurg'un narsa yo'qolib ketayotganlik. Na bir insonning og'rib qolganligini necha qatim og'rib qolamiz, bir insondan yo bir telefon kelmaydi. Nurg'un qarindoshimiz og'rib qolgan bo'lishi mumkin. Ya uni kasal ziyorat qiladigan ishlar, illa cho'ng bir ish bilsak, shuni qilsak berishimiz mumkin, ammo bu ishlar kasal yo'qlash, qarindishini ziyorat qilish, bu ishlar degan bo'libmi shahar hayotida yashayotgan qarindoshlarga nisbatan ajoyib bir ta'sir qilib qo'yliqlik. Shuning uchun bu hayotimizga qaytib kelishi kerak. Hech bir narsa kutmasdan, hech bir muqobili kutmasdan Alloh uchun kasal ziyorat qilishimiz, bir qarindishimizning hojati uchun mengishimiz bu nurg'un nafli ibodatdan yuqori. Shuning uchun payg'ambar alayhisalom vallahi la an amshi ma'a akhin fi hajatihi khayrun li min siyami shahrin va i'tikafihi fi masjidi haza dedi. Bu nima degan go'zal hadis. Qancha qatim o'qisak to'ymaydigan bir hadis o'ylab boqaylik. Allah bilan qasamki, men bir qarindoshning, bir musulmon bir qarindoshninki hojati uchun mengishim, men uchun bir oy nafli ro'zadan va mushu masjidimda itikof qilishdan yaxshiroqman dedi. Ya bir qarindoshning bir hojati uchun mengishim, bir oy nafli ro'za
va mushu masjidimda bir oy shu itikaf qilishimdan yaxshi mana shunday edi. O'ylab boqaylik. Qanchalik ajr va qadrli qarindoshlar. Amaliy jihatda, ha? Demak, bu hayotimizdagi bu yo'qolib ketayotgan narsa hayotimiz qaytib kelish kerak. Xo'sh, endi shukrning yana bir turi ash-shukru sani an tusni alalloh. Alloh subhanahu va taologa sano aytishimiz. Allah'a hamdu sana etişimiz, tillerimiz bilen Allah'ını maqtishimiz. Ya Rabbi entel latif, ey mehriban Rabbim, sen nihayet mehriban, küyümkan sen. Entel rahim, sen rahim şefkatliksen. Sen nihayet entel qavi, güçlüksen. Entel gani, entel rauf, ila ahirihi. Sen dünya ahiretinin rahim dilisen. Dünya ahirette rahim kılgıçsen. Küyümkan sen hemmedin baysen, günahlarını mağfiret kılgıçsen. Sen ayıplarını yapgıçsen. Deb Allah subhanahu ve ta'ala'nın şu güzel isimleri bilen Allah'ını maqtishimiz, Allah'a hamdu sana etişimiz. Bu hem şükürün yana bir türü, ikinci bir türü. Demek müminnin tili davamlı haleti Allah'ın zikri bilen, Allah'ını ululaş bilen hül haleti turuşu gerek. La ilahe illa ente subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Subhanallah velhamdülillahi ve la ilahe illallah. Yani iza esneyte alallah hada şükrün aydan dedi. Allah'a sana etişimizden özü hem bu hem Allah'a boğan şükrümüz dedi. Xo'sh, endi Allohning bunun muqobilasiga, yana Allah subhanahu va taolo Allohga sano aytgan vaqtimizda, Allohni bir yerda tilga olgan vaqtimizda Allah bunga qanday javob qaytardi? Farrabbu subhanahu va taolo iza asna ala abdihi faqad shakarahu dedi. Allah subhanahu va taolo agar bir bandasini maqtasa, bir bandasini tilga olsa, Allohning shu bandasiga shukr, rahmatini bildirganligi dedi. Demak, biz mesela bugün hayatı dünyamızda bugün bir qilindishimiz, bir 5-10 cemaat, 10-20 cemaatning ichida Allah subhanahu şu meclislerimizde Allah subhanahu ve taolani tilga olamiz. Allah'a hamd sana aytamiz, Allah haqqida paranglashimiz. Kishilar bizni şu Allah haqqida so'zlaganligimiz uchun, Allah haqida gap qilganligimiz uchun kishilar bizni yaxshi ko'radi. Va bizning shu so'zlarimizni boshqa yerda maqtaydi bizni, mesela biz yo'q yerda mundaq nima bo'ldi deb. Mana bu boshqa yerda sen yo'q yerda shu kishilarning sening yaxshi gapingni qilishi, amaliyotda bu Allah subhanahu va taolaning sana rahmat etganligi belgini banda deydi. Sen yo'q yerda boshqa insonlarning sening yaxshi gapingni qilishi Allohning sana shukronisini bildirgani bu deydi. Iza ahsanta lil ibad yuhsinullohu ilayk. Sen bandalarga yaxshilik qildikansan, Allah sana yaxshilik qildi. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Yaxshilikning mukofoti yaxshilikdan boshqa narsa bo'lamdi deydi. O'ylab boqaylik qadrli. Shuning uchun Imom G'azali shunday bir so'zi borki, G'azalininki إذا كان الذي أخذ فأسنى شكورا فالذي أعطى وأثنى أولى أن يكون شكورا dedi. Eğer de ağan bolgandikin onun rahmet etip vay rahmet deb hamdosuna aytib rahmetini bildirgan kishi shakur bo'lsa, hem berib bolganning ustiga yana maqtagan, yana bizni tilga olgan zot shakur bo'lishga eng haqliq dedi. Ey inson, sen Allohdan rahmetni ko'rding. Allohdan biz oldik. Bolgandikin ey Allah, Allohim sana şükürler bo'lsin deb biz Allohni maqtagan bo'lsak, biz Allohning dargohida shakur, rahmet etquchi banda hisoblansak, deydi Imom G'azali. Allah bizni almaydi. Allah bizga hem berib bo'lganning ustiga hem yana bizning shu baginiga biz rahmat deb qo'yganligimiz uchun yana bizni o'zining shu nimasida dargohida bizni tilga olganligi, boshqa insonlarning ichida bizning yaxshi gaplarimizni qig'izgan bu zot shakur bo'lishga, haqiqiy rahmat etquchi zot bo'lishga bu eng haqliq deydi Imom G'azali. O'ylab boqaylik qadrli qardoshlar. Bu tuyg'u, bu hissiyot, bu ma'noni qalbimizda chunqur o'rnashtirishimiz kerak qadrli. Shuning uchun Buxoriyda Alloh subhanahu va taolo Buxoriydagi hadisi qudusi shunday deydi. Men zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in khayrin minhum. Kim meni bir jamoat, bir toplum, bir nimaning ichida jamoatning ichida men tilga olsa, zikr qilsa, men uni uningdan yaxshi bo'lgan bir jamoat, bir guruhning ichida tilga olaman deydi. 5-10 adamның içinde Allah'ını biz tilga aldık. Allah subhanahu wa ta'ala neçə yüz insanның içinde biz hayatımız bilmeydiğin neçə yüz insanların içinde bizden zikrimizni, bizden yaxşı gipimizni qığızıdı. Biz onu meyli bileyle bilmeydi. Ve bizni şu küçükünün bir sorunda zikir kıldı. Allah özünün dergahideki mela'ul a'la şu ali bendeleri perişlerinin arası zikir kıldı. Allahu şekur. Allah bana muşundak şekur zat. Aşundak reddiye qaytırıcı zat o'ylab boqaylik qadrli.
Allah subhanahu wa ta'ala'nınki ma zakarani abdi fi nafsihi illa zakartuhu fi nafsi ve la zakarani abdi fi mala'in min halqi illa zakartuhu fi mala'in hayrin minhum. Meni bandam o'zining nafsida zikr qilsa, men uni o'z nafsimda zikr qilaman deydi, tilga olaman deydi. U bir mening xalqimdan, maxluqatimning ichidagi bir maxluqatlarning ichida men tilga olsa, meni zikr qilsa, men uningdan yaxshi bo'lgan bir jamoat, bir guruhning ichida qilaman deydi, zikr qilaman deydi. Mana bu hada huwa shakur, demak, shakur Rabbimizning ma'nolaridan, shakur Rabbimizning shakur ismining ma'nolaridan birisi bu. إن عملت يعاملك بالإحسان فهو شكور وإن تحدثت عن الله عز وجل يعاملك بالعرفان فهو شكور يا الله يا ربي لك الحمد يا رب الله سبحانه وتعالى نمديgan ulug يا ربي sen nimedigan ihsanın nimedigan rahmeting nimedigan kengli ya Rabbi. Xo'sh, endi rahmat kimga yuzlantirildi degan bir savol chiqadi. Yaratquchi bo'lgan Allohga rahmat aytamizmi yoki bizga bir maxluqdan yaxshilik kelgan bo'lsa maxluqqa aytamizmi? Kimga oldi bilan rahmat aytamiz degan bir savol keldi. Endi bu yerda javob nima deganda, Xoliq yaratquchi bo'lgan Alloh subhanahu va taologa rahmat aytish mustahil, mumkin emas. Chunki bir insonning Alloh subhanahu va taologa loyiq ravishda Allah'ның bizga ato qilayotgan ne'matlariga shuningga muqobilsiga yetkidek darajada rahmat aytib bo'lishimiz asla va asla mumkin emas. Nima uchun deganda dediki, olimlar li'anna shukran ni'ma mashrutun bi ma'rifati hazihi ni'ma dedi. Chunki ne'matga Allohning sana ato qilayotgan inson sana ato qilgan ne'matiga shukr qilishning sharti shu ne'matni sening tunishing kerak dedi. Shu ne'matni haqiqiy ravishda bilishing kerak. Va ma damatil ma'rifatu ni'ma mustahila fa shukru mustahil dedi. Madamiki ne'matni haqiqiy ravishda tunishing, Allah sana ato qilayotgan ne'matni haqiqiy ravishda tunishing mustahil bo'lgan ekan, mumkin emas bo'lgan ekan, sen uningga yarasha shaklda, dal shaklda joyida rahmat aytib bo'lishing mumkin emas. Hargiz mumkin emas. Dalil nima? Va in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innalloha lag'afurur rahim. Agar sizlar Allohning bir ne'matini deydi, bir ne'matni, ne'matlarini deb ko'plik sanni ishlatmadi. Ne'mat Allohning sana ato qilgan. Biz ne'matning ichiga g'arq bo'lib yashaymiz. Allohning ne'matlari bir dengiz misoli bo'lsa, biz shu dengizning ichiga cho'kib ketgan holatda yashaymiz. Shu dengizning ichidagi bir tomchi, ya'ni Allohning bir tal ne'matini sana ato qilgan ne'matini sanasang, buni sanab bir tekshirmoqchi bo'lsang, sanamoqchi bo'lsanglar, la tuhsuha, sanab bo'lamaysizlar. Buni hargiz oxiriga chiqib bo'lamaysizlar dedi Alloh subhanahu va taolo. O'ylab boqaylik. Ya Allah, bu inson haqiqatan bir inson bir tasavvur qilg'usiz darajada bir ma'nolarga cho'nqur cho'kyapmiz qadrli qarindoshlar. Bir nima bo'lganda bu o'sha darsda bir ustozningki bir o'quvchisi bor ekan, tibbiy fakultetning 4-yilligida o'qiyotgan, nihoyat sog'lomligi joyida, hamma ishi shundoq chiroylar nur yog'ib turadigan, mushu sog'lom bir inson hamda. Turiblan bu insonga bir qon ozlik kasali mubtalo bo'lib qolibdi bu. Tibbiy fakultetning 4-yilligidagi bir o'quvchi. Ammo qarasangiz yemak ichmakka hamma narsa shunda eng oliy, eng yaxshi shaklda hayot kechirayotgan bir inson. Qarashim bir doktordan doktorga, u doktor var, bu doktor var, shun doktorlar har xil tekshirib, 6 oy shu tekshirishning natijasida doktor uningga debdiki, bu hech bir masala chiqmadi, boshqa yerda biz shu talni tekshirib boqaylik deb, talga masala bo'lishi mumkin insonga taldi deb, shuning bilan bundan bir o'rnak elib, taldan o'rnak elib tekshiribdim buni. Tekshirib chiqqandan keyin tal nima bo'lgan bu insonning til desa, Ameliyat bu talni bir tushuntiraylik. Tal nima o'zi? Talning xizmati nima bizningki badanimizga deganda, tal aslida bu mushu maqbaratun li kurriyatid dami al-hamra al-mayita. Mushu insonning badanida o'lgan mushu o'lgan qizil qon damchilarining qabristonligi dedi. Talning xizmati o'lgan qizil qonning qabristonligi ekan bu. Ya. Endi bu insonning bu talni tekshirgandan keyin chiqqan natija nima deganda, bu tal bu insonning o'lgan qizil qon damchilaridan o'tib, u insonning saq bo'lgan, tirik bo'lgan qizil qon damchilarini elib, buni o'zininki shu qabristonligiga ko'madigan, ya'ni o'zi tal o'zining xizmatidan
aşurup hizmet kıldıgan, biraz hizmetini yukarı götürüp ötügen bir keselge mutlaka kaptan. Yani ölgen kanını tazlamay, tirik sak boğan kızıl kanını elip, özüge şümürüp bir yerde öldürüdüğün şekilde bulup kaptan. Tal bu kadar artık işleydiğin bulup getipten. Demek bu şekilde bu keselge kanazlık keselik giripler boğanken. Endi kadirli kıynaşa oylap bakaylı ki biz Allah subhanahu ta'ala bizge ata kılgan nimetine qarap bakaylı. Allah yukarıdaki ayette dedi, bir tane nimetten sanap bulamaysan dep. Yani şu bednimizdeki biz Esmaullah dersimiz, bulungu dersimiz sözüldük. Börek hakkında sözüldük. Allah'ın Esselam ismi hakkında salametlik bir oşu bizge kandak bedellerimizde kandak. Ya insan bedenimizdeki bir közümüz, ya ki ağzımız, ya ki tilimiz, ya ki börekimiz. Şu insan şu börek doğruluk, bu böreknin hususiyeti kızılgan hizmetini söylep gelsek, neçi onluğan, neçi ders söylep bulamayız kardeşler. Allah'ın ata kılgan nimeti bizge kançilik köp nimetini ata kılgatkanlığını biz söylep bulamayız. Bir tane nimetten çıkıp bulamayız. Şunun için bir nimetini tanışın mümkün bulmagan iken insan yastahilu en teşkurallaha hakka şükri. Allah'a hakiki revişte şükür etip buluşun mümkün emez. Lekin Peygamber aleyhisselam şunun için Peygamber aleyhisselam sizin hakiki revişte Allah'a bizden sana etip bulamaydıganlığımız, şükranımızı bildirip bulamaydıganlığımızı bilgen Resulullah nime degen? Subhaneke la nuhsi sana'en aleyke ente kema esneyte ala nefsik. Ya Allah sen baktırsan. Biz sana sen öz nefsingi sana etqandek, sen öz özenge hamdu sana, öz özengni maqtagandek, öz özenge sana etqandek, biz sana etip bulamaymiz ya Rabbim deb. Allah subhanahu wa ta'ala şundaq nicat, munajat qilgan Rabbim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Demek, haqiqiy ravishda shukr etip bulishimiz mumkin emas. Lekin biz nima deymiz? Köpünü kılanmagan bolsak mı kudretimizden yetişçe ya Rabbi sana muşunçilik, muşunu kılalaydı iken muşunçilik rahmet et alaydı iken ben de özümüzden kuldun kelgende kılımız. Ya Rabbi keyfe eşkuruke ve şükruke ilayet. Hatta şu Allah'a rahmet etişimiz mi Allah'ın bizge rahmeti bilen şu rahmet etişten ibaret bir nimetini ata kılganda şu nimetinin içip durup şükür et alayımız ki. Yani Allah'a bir insandan ya Rabbi sana şükürler bolsun dediğen şu sözünü kılalışımız için Allah aldı bilen bizge şükür etişten ibaret bu tuygu bu nimetini ata kılış gerek. Şu nimetini yeni muşu nimetini faydalanıp durup Allah'a şükür etimiz. Ya Rabbi dep diyeleyimiz. Kandak mı Allah'a hakiki revişte şükür et alayımız ki? Yani bir Allah'a rahmet etiş üçün mü Allah'a ihtiyaç bulgan bir insan kaysi şekilde nimimizge Allah subhanahu wa ta'ala'a hakiki revişte şükür et alayımız ki? Oylap bakayla kadirli kardeşler. Demek hayatımızda biz kılıp atkan barlık işlerimiz, barlık emellerimizde Allah subhanahu wa ta'ala'nı bu şekilde, bu tuyguda, bu hissiyatı düşünüşümüz, bu hissiyatta amel qilishimiz kerak qadrli qardoshlar. Yana bir darsimizning eng muhim nuqtalardan birisi bo'lganda bir ulamolar shunday dediki, "Ash-shukru min jinsin ni'ma" dedi. Şükür, rahmet etish bandining shukr qilishi min jinsin ni'ma. Allah subhanahu wa ta'ala sana qanday ni'mat ato qilgan bo'lsa, sening shu ni'matning muqobilasiga Allohga shukroningni bildirishingning yo'li shu ni'matni şu Allah ata kılgan şu nimetini Allah yolunda işilti alışın dedi. Mesela deylik ki bir insana Allah pul ata kıldı, iktisat ata kıldı. Bu iktisatını ata kılgan, iktisatının şükranesini bu baykandak çıkırdı. Bu baylıkını Allah yolunda köplep, sarıp kılıp, çıkım kılıp, bunu kılmay, aş keç gündüz ibadet kılıp, peşanesini yığır kıbağılık derecede ibadet kılıp ötüp geçse, bu Allah'ın ata kılgan baylıktan ibaret bu nimetinin şükranesini ata kılgan bulamdı. Asla. Bu min cinsin nimet degen bu. Allah sana bunu bu köprek ata kıldı mı? Bu şekilde çıkarırsın. Bir alim, bir davetçi, bugün ilim ata kılındı onunla. Bu ilminin şükranesinin ki birinci derecelik, onundan sorulduğun şükranesinin birinci ada kılış gerek boğan neyse, onu insanlığa yetkizüş, insanlığa bildiriş. Onun şükranesi buludu. Bu birinci bunu demek bunu qancha köpeytelaymiz, köpeytip alsak buludu. Her bir insanga nima ata qilgan bo'lsa, qaysi sahada, qaysi nimada kuchlik berilgan bo'lsa, ko'p berilgan bo'lsa, shuni eng asos qilib turib, shuningda shu ishini, shu qobiliyatini, shu nimasini eng ko'p Allah yo'lida ishlatib turib, Rabbi Allah subhanahu va taolaga xizmat qilish, Allah subhanahu va taolaning dini uchun, Allah uchun shuni ishga selish şu nimetinin mukabilesiga şükranimizni bildirgen bulunuz kadirli kardeşler. Yani şunçilik kılalıqalığımız,
Şu ya Rabbi men muşunchilik qılaldım. Qağın meni kechirgin ya Rabbi. Men ameliyatda hiçbir mayli bütün hayatımni hatta şu Allah yolda cennet seppagan insondan tatib eng yuqorisi. Ya, eng yuqorisi. Mayli qancha cho'ng amal qilayli, Alloh subhanahu va taolaning bizga ato qilgan ne'mati, mushu dunyoda bizga ato qilayotgan ne'mati, ne'matining shukronisini, buning rahmatini bildirib olmaymiz. Teqa oxiratga tayyorlab qo'ygan narsa mumkin emas. Yuqorida biz darsimizning beshida so'zildik. Bütün hayatımız boyunca bütün hayatımızı bir kıyamda durup ötküzvetsek mi? Bütün hayatımızda zeminge düşkenden tatıp cenimizni teslim kılgıcı yıllarca Allah yolunda cihat kılıp ötküzvetsek mi? Şu emellerimizin hemmesi Allah'ın bizge tayyarlap koygan nazu nimetlerinin aldıda hiçbir narsa emas. Hiçbir kıymet yok onunki. Hiçbir erzimes narsa. Allah subhanahu ve taala'nın fazli ikrami, rahmetinin uluğluğundan, büyüklüğünden, kattılıqıdan erişivatımız qadirli qardaşlar. Şunun için qadirli qardaşlar, biz Rabbimizning ismlerini, Rabbimizninki bu sübetlerini, isim sübetlerinin hammasini bu şekilde biraz tefsirleştirgen şekilde düşünüşümüz gerek. Düşünmesek başka normal, hatta başka Allah'a ibadet kılmaydıgan, hatta şu kafir olup ketken insanlardan mı, şularının derecesini mi yukarı kötülenmeyimiz. Şunun için Rabbimizni en muşu isimlerini düşüngen şekilde, tefsili şekilde, kudretimizden yetişi düşünmesek, başka insanlar bilen hiçbir farkımız olmaydı, derecemiz hiçbir şekilde kötürülmeydi, insanı özgertemedi. Hayatımızda bir özgürüş, bir buruluş noktası keltiremeydi. Şunun için biz Rabbimizden başında düşünüşümüz gerek deyişimizdeki sebep bu. Rabbimiz Allah subhanahu ve taala bizim özünün şu mağfireti, şu katta nimeti bilen bizni özünün hakikat tunuyduğun, kudretimizden yetişi tunuyalaydıgan şu şekilde amel kılışkan, nasip kılışını Allah'tan tövençilik bilen tilab qalamiz qadirli qardaşlar. Ahirida yana Rabbimizga tövençilik bilen, qalblarimiz bilen cho'nqur Allohga nido qilgan şekilde bizdek bir aciz mahluqlar uchun, bizdek bir topa, bizdek bir layga özünün şu ulug' qudur, özünün şu ulug'ligini, şu kattaligini, şu yüksekligini tilga oldigan, şu güzel bo'lgan Ash-Shakur ismini tilga elish ne'matini ato qilganligiga tuman minglab shukronlarimizni bildiramiz. Allah subhanahu wa ta'ala bizni şu ve sa'yuhum ve kana sa'yuhum meşkura, ularning amalları, sa'iylari meşkur bo'lgan, rahmat aytildigan, şu rahmat aytilgan, şu baxtli bandalardan qilishini Allah'tan tövençilik bilen tileyimiz. Allahu subhanahu wa ta'alaga qadirli qardaşlar, yeni bir dersimizde uchrashguncha dünyanın her qaysi joylaridagi barliq qarindoshlarimizni ana shu Rabbimizga amonat qilaman ve icabetlik dualarınlarda kamini fakir üçün hem icabetlik şu isil dualarınlarda dua qilib aslab qo'shinglarni chin qalbimdan umid qilaman. Allah hammamizni mustahkam qilsin, hammamizni salomat qilsin. Va axiru da'wana anil hamdulillahi robbil alamin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammad ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. قد مزجت به رجائي على خوف فمن خوفي مذاقي ومن عرف المحبة عن يقين حرام أن يميل إلى فراقي وكيف أحب غير الله يوما وليس سواه في الأكوان باقي.